Jangchi raqibini qo'lini ko'tarishga urinmoqda, o'zini yutqazganini tushunadi va adolat tarafdori bo'lishni istaydi. Ammo Dana White hammasini oldin hisoblab qo'ygan. Gap Magomed Ankalaev va Yan Blachowicz o'rtasidagi jang haqida ketmoqda. Bu bahsli jang internet tarmog'ida shov-shuvga sabab bo'lgan, chunki aynan shu jangda rossiyalik jangchini UFC'ning mutlaq chempionlik kamariga bo'lgan haqli yo'lini to'sib qo'yishgan. Blachowicz jang boshidayoq kuchli low-kicklar bilan bosimni boshladi va bu zarbalar tez orada o'zini sezdira boshladi. Har bir zarba Magomedning oyog'ini charchatardi, o'q so'g'la boshladi. Bu esa polshalik jangchining foydasiga edi. Ammo Ankalaev bitta narsani juda yaxshi bilardi. Agarda u ushbu jangni bo'y bersa, chempionlik kamarini uzoq kutishga to'g'ri keladi. Raqibning kuchli zarbalariga qaramay, dog'istonlik jangchi raqibidan ustun edi. Nafaqat tik holatda, balki parterda ham u Blachowichni bemalol yiqitib, ustunlik qila olgan edi. Magomed raqibni bir necha marta osongina tushirib, ustida ish olib bordi. Final gongidan so'ng barchaning fikri aniq edi. Bu jangda Ankalaev yutdi. Hatto Yan Blachowichning o'zi ham g'alabani unga berish kerakligini aytdi, ammo hakamlarning qarori boshqa edi.